Mana hurmatli obunachilar, bugun kelgan Fida fast fooddan kelgan 32 talik televizorimiz muammosi mana suv tushgan edi buni korpusiga. Mana shu suv tushishining oqibatida platada protsessor kuyishiga olib kelgan. Mana mikrosxemalar kuygan, hammasi mana portlagan, mana kondensatorlar ham nagruska hisobidan portlagan. Buni nimaga korpusi bilan almashtirib yubordik ekranni? Chunki buni podsetkasi ham уже yetib kelgan ekan. Shuning uchun birato'la korpusi bilan almashtirib yubordik. Plata podsetkasi ichiga remont qilib berib yubordik. Klientimizga shu ma'qul tushadi. Agar отдельно remont qilganimizda qimmat bo'lib ketadi. Shuning uchun o'zimizda bor korpusdan foydalangan holatda hammasini almashtirib ishlatib berdik. Mana korpuslari cho'tki holatda. Mana o'zinikini holati. Shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishlaringizni chiroyli qilib bitkazib beraveramiz.